Aka xuddi siz bilan menga o'xshab bir damas haydaydigan aka bor ekanda. Shu 100 ming 150 ming topayotgan, hech topgan baraka bo'lmaydi. Bir kun bitta boboyni mindiribdi, yoshi kattaroq bu boboyni mindirdi-da, shu boboyga aytibdi, ish bo'lmayapti, topganga baraka bo'lmayapti debdi. Boboy aytibdi keyin. Bitta amalni o'rgataman debdi, topganingiz baraka bo'ladi debdi. Ya bu odam qiziqibdi-da, qanday amal deb so'radi. Men debdi turmush qurganimga debdi 60 yildan oshdi debdi. Biram marta uyga kirgan bo'lsam, biram marta quruq kirmaganman debdi. Men bolalarni o'qitdim, uy-joy qildim debdi, hajlarga borib keldim xotinim bilan debdi. Siz ham debdi, shu ishni qiling debdi. Hech pulim bo'lmay qolsa debdi, shu ko'chamizni boshida magazin bor, shu magazindan bitta qog'ozli qand olaman-da, xotinimga olib borib, berishdan oldin bitta o'pamandagi, "Mana aya, senga olib kelaman, beraman" debdi. Va aka ham shunday qilishni boshlabdi keyin. Shu aka aytadi, bir oradan bir 3 oylar o'tdi deydi. Uyga deydi, har kuni borsam janjal bo'ladi. Va shu ish qilmasindan oldin deydi. Xotin deydi, ko'zga baloda ko'rinadi deydi. Ko'rga kiraman deydi, xotin deydi, har kun urushib o'rgan, xotin ko'zga baloda ko'rinadi. Shu ishni qilishni boshladim deydi, oradan 3 oylar o'tdi deydi. Haqiqatan deydi, maoshim buzilmaydi. Topgan pulim shu moshinga ketadi deydi. Uyga borsam janjal bo'ladi, topgan pulingni sen moshinga yo'qotasan, unga yo'qotasan, unga yo'qotasan deb janjal qilaveradi deydi. Shunaqa qilib topgan pulim deydi, barakasi bo'lishni boshladi deydi. Sekin-sekin. Oradan 1 yil o'tdi deydi. Uyimni deydi, anosidan deydi, ustini ochib yopdim deydi. Oradan 2 yil o'tdi, yana bitta mashina oldim, ikkinchisini olib berdim, arimda deydi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin deydi, uyimni deydi, boshqatdan buzdimda, yana bitta uy qurdim deydi. Katta qilib deydi. Ha, shunaqa qilib deydi, uyga deydi, quruq kirib bormaslikda juda katta bir barakasi bor ekan deydi. Boya ko'zimga alvasidek ko'rinadigan xotinam deydi, qo'li ko'ksiga, "Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi?" kutib olardi. Bolalarimga narsa ko'tarib boraman deydi, "Dada" deb deydi, qo'limga kelib turib, "Narsalarni oladi, bir o'zim xursand bo'laman, bolalarimni ko'radi." Ha, shunaqa qilib, sizga ham agar topayotganingiz baraka bo'lmayotgan bo'lsa, aka, ana shunday qiling. Uyingizga quruq kirib bormang hech qachon. Hech bo'lmasa ikkita non, ikkita suv, bir narsalarni ko'tarib borish kerak. Shunday. Xullas, ana shunaqa voqea.